Assalomu alaykum. Sehrli kishik ballar rasmli kitob klubimizning umoqlari. Men Nadira opanglar bilaman. Bugun sizlarga O'zim yolg'iz uxlay olayman degan kitobni o'qib beraman. Avtori Kimi Akiyo. Rassom Hasegawa Kako. Tarjima qilguvchi Nadira Abdurahman. Sakurako ballar bog'chisining cho'ng sinipiga chiqdi. U o'zining kiyimini o'z almashtira oladigan, yana texi nurg'un xat yoza oladigan bo'ldi. Taxlangochni onni taxlay oladigan, qizilmush bilan savzini bo'lsa, chidab turib yutib yetalaydigan bo'ldi. Ko'rpisiga bo'lsa, allaburun xarid chiqarib qo'ymaydigan bo'ldi. Shunga hammaylan uni Sakurako cho'ng bo'pti deb maqtaydigan bo'ldi. Bir kuni Sakurako apsiga "Men o'zim yolg'iz uxlashni mashq qilaman, oppa", dedi. "Ha? Siz qila olarsizmi?" dedi apsi ansirgan holda. Chunki Sakurako azaldan apsi hamroh bo'lmasa uxlay olmaydi. "Qilalayman dedim-ku, cho'qim qilalayman, do'stlarim menga hamroh bo'ladi", dedi Sakurako naqshi etqash maydisiga urib. Sakurakoning nurg'un amroq qo'nchoqlari bor edi. Har kuni birini quchoqlab uxlasam bo'g'idek, kechida u burniga chiqsam qo'rqmog'idekman, deb o'yladi u. Tulkichoq, aslanchoq, ayiqchoq, toshqanchoq va pingvin. Sakurako o'zi bilan birga uxlaydigan qo'nchoqlarni radga tizib, jadvallashtirib hujrasining temiga chaplab qo'ydi. Ondan mush tartib bo'yicha qo'nchoqlarni chiroyli tizib qo'ydi. Shunda qilib u Rasululloh har kuni o'zi yolg'iz uxlashga boshladi. Bir kuni kechda Sakurakoning hujrasidan g'alidil ovozlar turoq qilib chiqishga boshladi. Sakurakoning apsi eshikni ichib, astag'in qarab boqdi. Sakurako tulkichoqni quchoqlab, shundoq tatliq uxlayotdi. Qiziqishda bu. Apsi ishini yopay deb turishiga o'yinchoq sandiq ichidagi qo'nchoqlar g'udrashga boshladi. "Voyjon, ustimga minib olding, nimandaq ig'irsan?" "Mening ishim emas. Biz asli shundoq chiroyli tizib qo'yilgan edik. Mushundoq qilib sandiqqa tashlandik." "Bugun kechda tulkichoqning navbati-ku, ha?" "Shundoq." "Amsa at kimning navbati?" "Voy tangay, menmi bilmadim." "Nima? Amsa chatoq bo'pti-ku." Qo'nchoqlar jiddiylashib ketishdi. "Shh, tinish. Sakurakoni uyg'otib atmanglar yana." Sakurakoning quchqidagi tulkichoq shaqqida o'ltirdi-da. Sakurako tushidimi, tulkichoqni bak yaxshi ko'rman, u bak umoq deydi, dedi ko'ranglagan holda. "Men davomli Sakurakoga yostiq bo'lib beraman. U meni yostiq qilsa, bak rohat uxlaydi", dedi aslanchoq faxrlangan holda. "Sakurakoni qor besib qolsa, tushidagi maxluqlarni men qo'g'lib etaman. Shunga Sakurako men bilan uxlasa, xotirjam uxlay oladi", dedi ayiqchoq. "Sakurako mening quliqimni bo'yniga yo'gab uxlasa, ham rohat, ham issiq uxlaydi ekan", dedi toshqanchoq. "Men Sakurakoga ko'p dengiz to'g'risida so'zlab bersam, u "Vah, menmi boraman", deydi", dedi pingvin. "Lekin hozir birga uxlaydigan tartibimiz buzilib ketdi. Endi qandoq qilarmiz?" Ular jiddilashib, yig'lab yetayli deb qoldi. "Voy-ey, hammasi mening savallikim." Aslida apsi qo'nchoqlarning yerda o'tirganini ko'rib, Sakurako nemishqa qo'nchoqlarni yig'ishtirib atmagandu, deb g'udirg'ash qo'nchoqlarni o'yinchoq sandiqiga yig'ishtirib silib atgan ekan. "Kechiringlar, meni kechiringlar. Men nima ishligini bilmabdiman." Apsi darhol qo'nchoqlardan kechirim so'radi. Biroq qo'nchoqlar Sakurakoning apsini ko'rib darhol og'zini yumib, o'yin chiqarmay turib oldi.
Aslida Sakurako'ning o'zi yolg'iz uxlay olishi sizlarning hamroh bo'lganinglarni ekanda. Apsi qo'nchoqlarning beshini silab turib shundoq dedi. Qani men qarab baqay. Bugun kash tulkichaq, ati bo'lsa aslanchaq, andin iyiqchaq, to'shqanchaq, pingvin. Shundoq-ku? Apsi jadval bo'yicha qo'nchoqlarni qaytadan tizib qo'ydi. Ikkinchi kuni kechda Sakurako tishini yuyib, uxlash kiyimini almashtirib bo'lib, tomdagi jadvalga qaradi. Bugun kechda aslanchaq men bilan birga uxlaydi. Deginicha o'rilib aslanchaqni olmoqchi bo'lib, hayronlikda ko'zlari do'p-tugulak bo'lib ketdi. Aslida opsi nihoyat astoydillik bilan qo'nchoqlar qatorida o'tiradi. Opa, siz nimishqa ichirati tursiz? Menimi qatorga tizib qo'ying, jinim qizim. Nimishqa? Chunki mening siz bilan birga uxlag'im bor. Vah, opa, men opamga eng amroq. Menmi sizga bek amroq qizim. Sakurako opsini chin quchoqladi. Opsining ko'zlaridan yosh sirg'idi. Amsi bugun akşam opamning navbati bo'lsin. Miau, nima? Mening navbatim tursa, ipingizda turmaydi ekansiz. Miau. Aslanchaq ochiq kelgandek burutini midiratdi. Aslanchaqmi biz bilan birga uxlasin, dedi Sakurako. Bu gapni anglab aslanchaq xotirjam bo'ldi. Boshqa qo'nchoqlarmi xushallikdan ko'zlarini chimchiqiltib midirab ketishdi. Ammo Sakurako bilan apsi hech nimani ko'rmadi.